olinishi kerak. Chunki inson birinchi olgan ustozidagi fikrlar bilan qolib ketadi. Shuning uchun buyuk olimlar, ustozlar, murabbiylar aytishadiki, farzandingizni birinchi ustozi haqida ehtiyot bo'ling. Chunki inson birinchi ustozidagi olgan fikrlar bilan hayotini oxirigacha yashab qo'yishi mumkin. Mana adiblar ham aytadi. Oshqozon miyadan ko'ra aqlliroq ekan deyshadi. Nimaga desa, chunki oshqozon o'zi yoqtirmagan narsani ko'ngli aynab chiqartirib yuborishga, qusib chiqartirib yuborishga harakat qiladi. Lekin miya undoq emas ekan, aql undoq emas ekan. Har qanday fikrni olib o'zida singdirib yuboraverar ekan. Shundan kelib chiqib uni chiqib ketishi qiyin bo'lar ekan. Shuning uchun biz yosh avlodlarimizga mana 1000 yillarga yaqin davomdan beri davom etib kelayotgan. Bu kitob yozilganiga 850 yilga yaqin bo'ldi. Bundan oldin mana Imom Moturidiylar, undan oldin mana Abu Hanifa rahimahulloh, bular hammalari yozishganiga 1000 yildan o'tdi bu narsa. O'shalarni mag'zini bu O'shi Sirojiddin O'shi Hazrat she'r vazniga solib yozib, chiroyli holatga keltirib qo'yganlar. Demak, 1000 yildan beri, undan ko'proq muddatdan beri musulmonlar, juda ko'p o'lkalardagi musulmonlar mana shunday aqidada kelishayotgan. Biz ularni yodlab, yosh avlodga tushuntirib, birinchi fikr o'laroq kiritsak, inshaalloh, keyin atrofdan kirgan har qanday fikrlar ularni chalg'ita olmaydi. Shuning uchun iltimos qilamiz tolibi ilmlardan mana shu baytga solib qo'yilganini o'ta go'zal holatda qilib yodlab, tagidagi o'zbekcha nazmga solib qo'yilganini ham yodlashlari kerak. Mana